Assalomu alaykum kabutar ishqibozlariga kabutarlar. Afg'oniston kabutarlaridan bir qisqa video oldik. Ko'ring aziz jigarlar, mana shunday kabutarlar bor ekan. Ko'rib turgan bu kabutarlaringiz, shu oq kabutarni aytsam $15 turar ekan. Toshtor nasldan ekanda, tochi bor, bir kitob pari boshini ustida bor. O'shaning uchun toshtor deylar ekan. Ko'rib turgan oq qora kabutaringiz chap deylar ekanda, yarimi chap deylar ekan, yarimi qora, yarimi oq bo'lsa, boshi ham qora bo'lsa, chap deylar ekan. Shu kabutarimiz $13. Mana bu Shirozi degan qavmlardan zard sina, mana bu zard sina degani, ya'ni sinasi sariq deganda, sariq sina kabutarlar. Mana bu kabutarimiz Shirozi. Shirozi kabutarlardan ekan. Bu $8. Yarimi qora, yarimi oq kabutardan narigisi Shirozi. Juda ham katta kaftar ekan, juda ham og'ir ekan, ushlab ham ko'rdik. Mashalloh, ko'z tegmasin bu akamizning kabutarlariga. Aziz birodarlar, kaptar borada fikr mulohazalaringizni yozing, bizlar ham bilib olaylik, sizlarda kaptarlar qimmatmi, arzonmi? Salomat bo'ling kaptar ishqibozlarga. Afg'onistondan salom. Assalomu alaykum.